Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qanday ahvollari? Salomat turyotamdilar. Xudoga shukr, mushunchalik turdik. Menga 1 kilo un bergan bo'lsa bo'pti-ku. To'xtab tursizlar. Tarozini obdaroq tangshib olay. Menda haqqilari qolmasin yana. Shunga tarozini obdaroq tangshib etay. Mana, asla 1 kilo un. Rahmat sizlarga. Sizlar tarozi o'lchamda ovu odam oldaydigan savdogarlarga o'xshamaydilar. Lilla savdo qiladilar. Xudoyim saqlasin. Qanday ahvollari? Xudoga shukr, yaxshi. Nega mangdilar? Xeyli bo'ldi, masjidda ko'rinmaydi-ku. Necha vaqtdan beri itizda ishlayotgan edim. Shu yerga yaqin bir masjidga chiqyapman. Alloh xolisa, bu yili ziraatlardan mo'lusul oladigan o'xshaymiz oblikim. Undaqda ziraatlarning hammani satamlar yoki saqlab qo'yamlar. Hammani sotmayman. Ozrog'ini setib, bug'doy olaman. Qog'inini saqlab qo'yaymikin deyman. Bu yil bug'doy termagan edim. Oshnonga lozim bo'ladi ekan emasmi? Undaqda qachon bozorga oparay deylar. Alloh xolisa ahta oparaman. Undaqda menimi elib olsizlar. Ozroq savdoliqim bor edi. Birga savdolik qilib qaytamiz. Bo'ladi amsa, ahta ko'rishaylik. Apelsindan 3 kilo bersizlar. Apelsin 3 kilo alamla. Mana, eng yaxshin tanlab beray. Mana, ma'lum bo'ldi ekan. Bugun bo'ldi ekan. Elinga, mana 3 kilo apelsin. Yaxshi jinglamaylar berib atdilar-ku. Kishilarning haqqi sizlarda qilib qoladi, yomon bo'ladi. Menga ishonmayaptamlar? O'zlari ko'rib baqsizlar. 3 kiloga xeyli kam turmamdi. Bunday qilsalar, xaridorlarni oldigan bo'lmamlar. Sizlarning qarlar bo'lmasin. Akansizlar, sizlik sotadigan apelsin yo'q. O'xshagan bananlar bor. Qani kelinglar. Menga 3 kilo banan bersizlar. O'xshagan bananlar bor. Qani olsizlar 3 kilo. Bu banan 3 kilo kamaydi. Yengilli turadi-ku. Oblikim usta, sizlar qarab baqsizlar bo'pti-kan, ha? Bu tarozilarda masala bormi nima? Nimishqat yaxshi tatmaydi. Obdaroq tekshirib baxmadilimi? Kishining haqqi yomon. Sizlarda haqqi qilib qolmasin yana. Sizlar zodi banan og'ili keldilimi yoki mening shaxsiy ishimga aralashqirimi, ha? Sizlarning bu qilganlari xaridorni o'lchamda oldiganlik bo'ladi. Eslardan chiqib qolmasin. Alloh aldamchilarni qattiq jazolaydi. Menga tuhmat qilib otamsan texi. O'g'illarimni chaqirib toza adabingni bermasam, o'shingni topmaydigan o'xshaysan. Bo'ldi, ammodoq. Pulimizni qaytarib bering. Ular nima deb jidallashyotgandi? So'rab baqayli amsa. Yursizlar. Sizlarga zodi nima bo'ldi? Nima deb jidallashyapsizlar? Buningdan 1 kilo pomidor olay dedim. 1 kiloni tatib bo'lib, xaltaga qochirayotganda meni ko'midi debla xaltaning ichidan bir necha tal pomidorni elib olibdi bu aldamchi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bozorda o'lcham tarozida hiyla qiladiganlar ajab ko'payib ketibdi desa, kishining haqqi qoladi. Bunda qilsangiz qandoq bo'ladi, ha? Nima deyapsan? Uning haqqini ilib olmadim. Men to'liq berdim. Ham aldab, ham yolg'on aytib, texmo gunoh qilib atmang. Bo'ldi, bundan keyin sana bir narsa sotmayman. Kitap bo'lingni, bu yerdan yo'qol. Kelinglar, bug'doy elib olinglar, guruch elib olinglar. Arzon bo'lib ketdi. Qani kelinglar. Kelinglar, bug'doy elib olinglar, guruch elib olinglar. Arzon bo'lib ketdi. Bu yoqqa kelinglar. Bugun ajab ishlarga yo'liqdik desa, shuni deyman. Mansala aviyada bug'doy ekan, berib qarab baqaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Menda azroq go'rish bor edi. Setib bug'doy olmoqchi edim. Mana. Akasizlar.
Buğdayga tegishmoqchimidilar? Shundoq. Nima qilganingiz bu? Nima qiptiman? Nima demoqchisizlar? Görüşni tartqanda az hisoblab elivatsiz. Bug'doyni berganda tarozda kep bo'g'icha elib olib xaltaga qochilavatsiz. O'xshash hisoblamadingiz. Bunda qilsangiz qandoq bo'ladi? Kishining haqqidan qo'rqmamsiz? Sen bilan talishib o'ltirdiganga bekor vaqtim yo'q mening. Görüşni qayta tatib beramdim ya. Ha? Qanday qilaman? Qaytadan torting. Tortqanda yelmikir ishiltiman demang. Angladingizmi? Nima deyapsan? Sizning bu qilganingiz tarozi o'lchamda hiyla ishlatganlik. Alloh taolo bunda qilgan kishilarni qattiq azob bilan ogohlantirgan. Qur'on Karimda mundaq oyat bor. O'lchamda va tarozida kambarguchidagi voy. Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chaqda kam beradi. Ular tirildiganligiga ishonmamdi. Buyuk bir kunda, o kunda insonlar olamlarning Rabbining huzurida tik turadi. Siz olganda to'liq elib, berganda kam berib, Alloh taoloning qiyomatda beradigan qattiq jazosiga o'zingizni qarab turib tayyorlab beryapsiz. Boshroq gap qiling. Meni tijoratchilarning oldida rasvo qilmoqchimisiz? Bu dunyoda rasvo bo'lishdan ansiraydi ekansiz-yu, oxiratdagi rasvochilik bilan chatqingiz yo'qmi? Alloh taolo qiyomatda qattiq azoblaydigan tursa, buni o'ylamamsiz? Alloh taolo sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va tarozida tatib beringlar. Bunda qilish ham texmi yaxshidir, hamda oqibat jihatdan texmi obdandir degan. Siz bu oyatga amal qilmamsiz? Ya'ni oyat to'g'ri tatib, to'g'ri o'lchanglar deb aniq aytilgan. Shu Ayib alayhissalomning qavmigimi o'lchamda durust bo'lmaganligi uchun ularga tugimas azob avatilgan. Qarg'anda sizlar buni bilmaydigan o'xshamamlar. Zodi qandoq azob avatilib ekan? Shuayb alayhissalomning qavmi rohat farog'at ichida yashagan. Ammo ular tarozi o'lchamlarda hiyla mikr ishlatgachga Alloh taolo ularni halok qilib o'tgan. Ular ichidan faqat Alloh taologa iymon etgan va Shuayb alayhissalomga agishib o'lchamlarda durust yo'lni tutgan kishilar qutulib qolgan. Bir tabliğda anlashimcha, bundaq kishilar hisob maydonida turib, terlari quloqlarining tushkigicha kelamish. Bir dana shundoq aytgan. Satqan vaqtda bir tal danga chaqliq narsani kam bergan kishining holiga voy. Bir tal danga jannatni setib etdi. Ortiq elib olgan kishining holiga voy. Bir tal danga jahannamda dunyodagi tog'lardek jilg'alarni setib oldi. Nima? Shuncha ola cho'ng azob meni kutib turamda, men g'aflatda qoptiman. Ey Allohim, men tavba qildim. O'zing qabul qilgaysan, meni kechirgin. Buningdan keyin Alloh taolaning o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va tarozida tatib beringlar. Bunda qilish ham texmi yaxshidir, hamda oqibat jihatdan texmi obdan degan so'ziga amal qilaman. Jahannamda azoblanmasligim uchun hiyla ishlatib, haqqini yavolgan kishilarning haqlarini qaytarib berishga nisb qilgaysan ilohim. Alloh taolo tavbangizni qabul qilsin. Rizqingizga tugimas barakatlarni bersin. Alloh taolomo har ishinglardan rozi bo'lsin.